Navoiydan ko'rsatamiz. Barchaga ma'lum, Navoiy xavfsiz shahar deya e'tirof etilgan. Buni har bir navoiylik va qolaversa shahrimiz mehmonlari ham har qadamda his etishadi. Uning xavfsizligi uchun esa barcha mas'ul. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yaqinroq kelishingizni so'rayman. Ko'p qavatli binolarning tagida, dar eshigini oldida mana bunday tashvish tugmasi deb nomlangan maxsus moslama o'rnatilgan. Agar siz hayotingizga qandaydir bir xavf sezadigan bo'lsangiz yoki mana shu atrofda noxush hodisaga duch keladigan bo'lsangiz, bemalol kelib mana shu tashvish tugmasini bosib, mana hozir bosamiz va Milliy gvardiya qo'riqlash xizmatini necha daqiqada kelib mana shu sizni tashvishingizni aritishini, atrofdagi tinchlikni saqlash uchun necha daqiqada bu yerga yetib kelishini sinaymiz. Mana hozir kelinglar birga bosamiz. Mana bosdik. Demak, vaqt ketdi. Hozir Milliy gvardiya qo'riqlash xizmatini shu yerda kutib olamiz. Navoiy ko'chasi 38-bellivik kirish yo'lagidan tashlab o'tishyapti. Markaz 200 man qabul qildim. Assalomu alaykum. Uzr. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Sizlarni biza taklif qilgan edik, biza chaqirgan edik, to'g'rirog'i. Bu o'quv mashg'uloti edi. Biz Navoiy shahri xavfsiz shahar ekanligini, kimlar ta'minlayotgani, qanday mashaqqatlar, mehnatlar evazida bo'lganini ko'rsatmoqchi edik. Mana 3 minutga qolmas yetib keldik. Shahar xavfsizligi esa ishonchli qo'llarda. Milliy gvardiya bu ishda har doim navoiyliklar bilan birga. Rahmat sizlarga. Bu Navoiydan ko'rsatamiz loyihasi edi. Keyingi sonlarimizni kuzatishda davom etamiz.